Assalomu alaykum dinləyirsiz kanalımız abunəçiləri, bizəni kuzatuvchilarimiz, podpisçilər, sağ-olsunlar, aman-olsunlar. Ko'p vaqt bo'ldi, video qo'ya olmadik, videoga chiqa olmadik. Sababi safardadik. Sizə klientlərimiz üçün, abunəçilərimiz üçün, do'konimiz xaridorlar üçün izləniş istədik. Zo'r tovarlarımız kelgan, yangiliklarimiz bo'lgan. Xullas toza assortimentdagi katta partiya yuklarimiz kelgan. Hammasini narx-navolari zo'r. Xudo xolasa sizlarni ishonchingizni oqlash maqsadida hamisha xizmatdamiz. Aksiyalarni zo'rini qilganmiz, sovg'alarni zo'rini qo'yganmiz. Xullas do'konimizda zo'r aksiya, zo'r skidkalar bo'lib turibdi. Video qo'ya olmadik, 20 kun, 25 kunlik bo'lib qoldi, video qo'ya olmadik. Ishtirokli aksiya qo'yib beramiz sizlar uchun bu safar. Hem skidka atib beramiz narx-navosidan, hem katta podarkalarni qo'yib beramiz. Videomuzni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Hammamiz uchun birdek manfaatli bo'ladigan, hamma uchun kerak bo'ladigan zo'r aksiyani qo'yib beramiz, xudo xolasa. Havolarimiz va o'tgan safar kommentariya shouuna pol avtomat kirmashin, avtomat shuvabra zo'rindan blender qo'yib berdik. Videomiz oxirida bu podarkimizdan o'ynaymiz. Kommentariyaga gap bo'lishi mumkin emas. Qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz aktivini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hammasini oldindan katta rahmat aytamiz. Shu 3 dona podarkimizdan videomiz oxirida o'ynaymiz. Bugungi videomizdan ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, like bosib, chiroyli kommentariya eldindan yozib qo'ying. Zo'r aksiyali kommentariya shou qo'yib beramiz. Havolarimiz bor. Dillar 300 da 1 emas, 2 emas, naq 3 dona avtomobil o'ynalyapti. Aksiyaga qo'yganmiz. Bu avtomobillar utib olishni yo'li dimonsat bo'ladi. Dillar 300 do'konlarga kelib turib, istalgan turdagi bir dona maishiy texnika sotib olasiz. Halang 1 million so'm televizor oling, 500 ming so'm plysos oling, 2 millionlik xolodilnik oling. Nov olishingizdan qat'iy nazar istalgan turdagi bir dona maishiy texnika sotib olasiz. Size bir emas, Damas uchun, Cobalt uchun, Spark uchun, her qaysi avtomobilimiz uchun bir danadan bilet beriladi. Jami 3 dana bilet bo'ladi. Mashinalarimiz ketma-ketlikda g'oliblarni aniqlaymiz. Xudo xolasa shu oyning oxirida bir 15 kun qoldi. 30-iyul kuni Damas avtomobilimizni o'z egasini aniqlaymiz. Eğer Xudo xolasa utganlar eldindan omad tilaymiz. Eğer mabodo o'tolmay qolsangiz, sizni keyingi o'yinda Spark avtomobilimizda biletingiz turgan bo'ladi. Bu avtomobilimizdan omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Keyin esa Cobaltda bo'ladi. Xullas imkoniyat degan narsa Dillar 300 da hamma klientlarına zo'r atib beriladi. Esa qaranglar, yozning jazirama issisi, sirtda chilla, yozning eng chilla issisida turibmiz. Iyul oyining o'rtasida turibmiz. Shuning uchun hamma uchun birdek kerak bo'ladigan narsa birinchi uchurda konditsioner, xolodilnik bo'lib turibdi. Hammani birdek o'ylagan holatda xolodilniklarimizga, konditsionerlarimizga zo'r aksiya qo'yganmiz. Bir chetdan batafsil tanishtirib beramiz. Birinchi uchurda do'stlar, hammaga qiziq bo'ladigan narsasi bu konditsionerlarimizning narxlari bo'ladi. Qanday turdagi necha so'mlik atrofidagi konditsionerlarimiz bor desa, istalgan turdagi sizning ko'nglingizda, planingizda necha so'm pul bo'ladigan bo'lsa, shuncha pulga to'g'ri keladigan konditsionerlarimiz bor. Qaranglar, narxına keladigan bo'lsak, 3,5 million so'mdan 12lik konditsionerlarimiz boshlanadi. 3,5 million so'mligi bor, Artel firmaniki, 3 million 600 ming so'mligi bor, Imler kompaniyaniki, Artel inverterimiz var 3 milyon 800 ming so'mdan, Zifler inverterimiz var 3 milyon 300 ming so'mdan ham konditsionerimiz var, Ario brendlarimiz var, Aukuz, Magna, Rulus, Beston, Premier, Seventage, Avalon deselam, Artel deselam, istalgan turdagi konditsioner do'konimizdan topsangiz bo'ladi. Xolasangiz 12lik, xolasangiz 18lik, xolasangiz kolonli 24lik variantlarimizdan bor. Dastlabki ustanovkalar tekin ichida bo'ladi. Bundan tashqari 1 oy sinov muddati beriladi. Zavodskoy defekti aybi biroq kelib bo'lgan bo'lsa 1 oy ichida siz zattiramiz, konditsioner almashtirib tozadan beramiz. 1 yil ustanovchi garantiyasini beramiz. 3 yil servis xizmatini beramiz. Yaxshisini oladigan bo'lsanglar 10 yil motor kafolatini ham ega bo'lasizlar. Narx-navosi 3,5 million so'mdan boshlanadi. 7,5, 8, 9, 10, 15 million so'mgacha bo'lgan konditsionerlarimiz bor. Chunki aytganimizdek faqatgina 12lik emas, 18lik, 24lik, undan ham katta 48lik, 60lik, 100likgacha bo'lgan konditsionerlarni sotamiz. Xohlagan turingizdan arzon narxda xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Aytilgandek avtomobil uchun biletlaringiz ham ega bo'lasizlar, narxlardan chegirma narxlarni olasizlar. Lekin do'stlar, bir narsaga e'tibor etishingizni so'raydik. Yoz oyini konditsioner sotib olayotgan vaqtda qishdan o'ylashimiz kerak, kuzdan o'ylashimiz kerak, yozdan o'ylashimiz kerak. Hozir yoz oyida narx-navosi konditsionerni to'g'risini aytadigan bo'lsak, tushunarsiz bo'lib qoldi. Bir yerda 4 milyon so'm deb turibdilar, bir yerda 6 milyon so'm deb turibdi, bir yerda 5 milyon so'm deb turibdi. Konditsionerlar narxi har xil bo'lib ketdi.
Do'stlar, bu narsada to'g'ri informatsiyaga ega bo'lishimiz kerak. Bir xil brendda 5-6 turdagi mahsulot bo'ladi. Nima uchun 5-6 turdagi mahsulot ishlab chiqariladi? Misol uchun olishimiz mumkin. Shu Hisense brendimizda bo'ladigan bo'lsak, Hisense kompaniyani konditsionerini narxi 4,5 million so'mligi bor, 5,5 million so'mligi bor, 6,5 million so'mligi bor. Nima uchun 3 turini chiqaradi? Biri aytadi, keladi, mening uyim dedi, kvadrat metrim kichkina dedi. Kichkina bo'ladigan bo'lsa, sizga 3,5 million so'mlik konditsioner to'g'ri keladi. Yana bir mijozimiz keladi. Misol uchun zavod taborida hisoblaylik, bu mijozimiz aytadi, "Menga deydi past tokda ishlaydigan, tokni ekonomiya qiladigan konditsioner kerak" deydi. Bu konditsionerimiz 4,5 million so'm turadi. Yana bir mijoz keladi. "Menga past tokda ishlasin, tokdan oz tortsin, gazda uyimni sovutib bersin, qishda qizdirib ham bersin, menda gaz yo'q" deydi. Bunday mijozimizga biz 3,5 million so'mlik qishda ishlamaydigan konditsioner tavsiya eta olmaymiz. Bunday mijozimizga masalan 6 millionligi bor, 5,5 millionligi bor. Xullas aytganimizdek, arzon narsa o'zining o'zi arzon bo'lmaydi, qimmat narsa o'zining o'zi qimmat bo'lmaydi. Lekin diller ishingizga kelsanglar, hammasini sizlarga alohida chegirma qilib beramiz. Faqat yozgi konditsionerlar emas, zima leta telli konditsionerlarimiz ham, premium modeldagi konditsionerlarimiz ham hammasini chegirma qilib qo'yamiz. Misol uchun shu Premier kompaniya konditsionerimiz bilasizlar, narxi qish oyida 5,5-6 million so'mga sotilgan. Hozirgi kunda 1 million so'm chegirma etganmiz, 4 million 500 ming so'mga tushib qoladi. Endi savol bo'ladi, nima uchun Inabedagi 3,5 ming olmasligim kerak, 4,5 ming olishim kerak? 3,5 ming narsangiz teni bo'lmasligi mumkin. 4,5 ming narsangiz ichida ten ham bo'ladi, testokda ishlaydigan narsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari 10 yil kafolat ham beriladi. Endi diller uchun sizlarga mijozlarni o'ylagan holatda hammaning ko'nglini birdek olish maqsadida shu premium modeldagi, istalgan turdagi modeldagi konditsionerlarimiz xarid etib olasizlar. Sizlarga narxini yozda ishlaydigan oddiy prostoy konditsionerdan ham arzon narxga tushirib beramiz. Qanday etib deysizlarmi? Bir dana istalgan turdagi inverter modeldagi konditsioner xarid etib olasizlar. Yonida sovg'asini gaz plitasi, like bosib, kommentariy yozib, kanalimizga obuna bo'lib kelsanglar, qozonlar to'plami, zepter naborimiz, ishi ko'rib turgan sovg'amiz. Yo'q, gaz plitasi uyda bor desanglar, zo'rindan avtomat kirmashin, yaxshisidan blender, kuxinni kombaynimiz, topa qozonimiz. Xohlasangiz bu komplektimizni, xohlasangiz 1 metrligidan televizori, pilisosi, qozonlar to'plami. Ishida ko'rib turgan 3 dana vibratordan xohlagan turingizni olishingiz mumkin bo'ladi. Yana sizga vibrat beramiz. Bu eng zo'r tanlov bo'ladi. 4,5 million so'm konditsioner xarid etib oldinglar. Yanında bu narsalarimizdan uyda bor desanglar, tanlov imkoniyati bo'ladi. Sizlarga 3 million 500 ming so'm pul beriladi. 3,5 million so'm pulingizga xohlasangiz televizor oling, xohlasangiz avtomat kir mashina oling, xohlasangiz xolodilnik oling. Xullas, yana bir konditsioner olsanglar ham bor. Xohlagan narsangizni olsanglar bo'ladi. 3,5 million so'm pul qo'llaringizga qaytib beriladi. Bundan tashqari avtomobil uchun biletlarimiz beriladi. Like bosib, kommentariy yozib, kanalimizga obuna bo'lib kelsanglar, bu aytgan sovg'alardan tashqari yana bir dana sovg'asi beriladi. Bu lekin faqat obunachilarimiz uchun amal etadi. Shuning uchun obuna bo'lib kuzatib o'tirgan bo'lsanglar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Yana bir zo'rindan ajoyibdan podakimiz sizlarni kutadi. Xullas, 4,5 million so'm olgan konditsioneringiz 3,5 million so'm puli berilsa sizlarga 1 million so'mga tushib qolib turibdi konditsionerimiz. Endi 1 million so'mga tushib qolib turibdi. Dastavka ustanovkalar bilan hisoblasanglar 500 ming so'mga tushib qolib turibdi. 6 millionlikdan sanlar o'ttirmaysizlar, 5-2dan sanlar ham, 3-2dan sanlar ham hammasida sizlarga maxsus chegirma, maxsus narxda ishlab beramiz. Endi sizning narxlarimizda yana birisi xolodilniklar bo'ladi. Xolodilniklari do'stlar, qaranglar, biza klientlarni talablaridan kelib chiqqan holatda, klientlarimizni istaklaridan kelib chiqqan holatda aksiya qo'yamiz. Nov xalqimizga manzur bo'lib turibdi, nov kerak bo'lib turibdi, novdan jalobasi bor, nov xatomiz bor, novni kamchilik to'g'rilash kerak bo'lsa, biza to'g'rilaymiz. Ko'pchilik mijozlarimiz aytadi, men dedi, xolodilnik olacakman dedi. Nera borsak dedi, 5 million so'mdan qimmat xolodilnik olsak, podarki beradi. 4 millionlikni olsak, 3 millionlikni olsak, podarki yo'q deb aytdilar dedi. Kichkina xolodilnik dedi, xolodilnik emasmi dedi, 4 million so'm pul emasmi dedi. Shuning uchun bizada qaranglar, do'stlar, katta kichkina deb ayirib o'tirmaymiz. Xolodilniklarimizni hammasini aksiya qo'yib beramiz. Endi uning tartiblari bor, tushuntirib beramiz. Ishida ko'rib turgan yana xolodilniklarimiz Volna kompaniyaniki bor, Platinum firmaningizki bor, Roysallarimiz bor yana. Qaranglar, 3,5 million so'mga sotilgan xolodilnikimiz
narxı tushgan. O'zini zavod tushirgan bahosini. Zavod tushirgan bahosida 20%gacha chegirma bo'lgan. 3,5 millionlik modelimiz 2 million 800 ming so'mga tushgan. Bu aksiyani skitkani zavod bergan. Endi sen nechta aksiya berasan desanglar, men yana ham sizlarga skidka etib beraman. 800 ming so'mdan olib tashlaymizdan 2 million so'mga beraman. 2 million so'mga ishi ko'rib turgan 2 dana xolodilnik, 2 kamerali xolodilnikni olishingiz mumkin bo'ladi. Xolasangiz 2 million so'mga, xolasangiz 2,5 million so'mga. Farqi yo'q. Ko'rib turgan modellaringizni hammasini zavod bergan skidkasini ham qaytib beramiz. Dükanımız qo'yilgan aksiyasi uchun alohida aksiya beramiz. Yani ko'p do'konlarni ko'ramiz. Skidka etib berdik, yarı bahosini tushirdik, yana bir narsalar deydi-da, o'zi zavod beradigan aksiyasini qaytadi-da, yanında sovg'asini o'zini oladi-da, narxini arzon aytdik, bizda chegirma bo'ldi. Bu chegirma emas. Bu olib o'tirgan yeri berib turgan skidka bo'lak bo'ladi. Dükanni o'zini qo'ygan skidkasi bo'lak bo'ladi. Bize sizlere hem zavodda aksiyasini beramiz, hem Dilli 300'da aksiyasini beramiz. Bo'ldi deysizlarmi? Bo'lmadi. Undan tashqari aksiyada sovg'a beramiz. Bahosini arzonlatdik, 2 million so'mga xolodilnik tushirdik, padarak yo'q deysizlar, padarakimiz bor. Yozni chilla issimda ishtirokli aksiyada 3-chi aksiya bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan mobilli konditsionerimiz UAK firmada ishlab chiqariladi. Eng zo'r germanskiy brend bo'ladi do'stlar. 60 metr, 50 metr kvadrat metrgacha bo'ladigan xonangizni bemalol sovutib berishga qurbi yetadi. Katta firma do'konlarda, katta magazinlarda, katta stalovalarda, restoranlarda ko'rgansiz, hozirda shu narsani ishlab turibdilar. Nima uchun bu narsani ishlatadi? Bu narsani chiqib turgan havosi odamga yoqimli havo bo'ladi. Nima uchun deysizlarmi? İçinde suv bilan qo'shib chiqarib beradi. Ya'ni havomizni vlajlatib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu kattasi 50-60 metr kvadratınızda bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Yine içindeki soğuk muzli bo'lgan suv solamiz. Suvni sovutadi. Shu soğuk su orqali ventilyator aylanib sizga soğuk shamol beradi. Yine soğukluğunu görüşünüz mümkün. Shamolini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol dahshatli narsa. Xullas sotib olsangiz bilasizlar, reklamada ko'rib o'tiribsizlar. Mana 3 million, 2,5 million, 2 million har xil narxda sotib turibdi. Dilli 300'da bu narsa sizlere sovg'a bo'ladi, aksiya bo'ladi. Ishida ko'rib turgan kichkina xolodilnikmi, o'rtasimi farqi yo'q. Xolodilnik degan narsani qaytib olsanglar, ishi sovg'amiz qo'shib beriladi. 5 million so'mdan pesini, 5 million so'mdan pesini ishi ko'rib turgan konditsionerimiz mutlaka tekinga. Endi do'stlar qaranglar. Gördük xolodilnik 2 million, 3,5 million so'mlikni zavod tomonidan 700 ming so'm skidka bo'ladi. Buni qaytib berdim. 800 ming so'm o'zim chegirma etib berdim. 2 million so'mga tushdi. Endi 2 million so'mlik konditsionerni bizlardan sovg'a olasizlar. Summancha so'm bo'ldi. 0 so'mma bo'ldi. Endi 0 so'mma bo'ldi degani bo'ldi emas. Cobalt uchun, Spark uchun, Damas uchun 3 tane bilet beriladi. Bu sovg'amiz ham sizlar bilan ketadi. Xudo xolasa mashinani o'tib olsangiz 0 so'mmada xolodilnik xarid etib oldinglar. Shu 0 so'mmada sizga Cobaltdan o'tib olish imkoniyati bo'lib turibdi do'stlar. Like bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar, Dilli yana sovg'a bor. Bu degani nima degani? Qo'shib o'tirgan padarkimizni xolodilnikni narxlarini umuman aloqasi yo'q. Aloqasi bo'lsa hozirgi hisob kitobdan mana chiqarib bersanglar, doğrusu shu narsada yana bir sira mutlaq beraman sizlarga. Buningdek aksiya degan narsa bu kalkulyatorda hisob kitobga to'g'ri keladigan aksiya emas. Klientlarimiz uchun, mijozlarimiz uchun do'konimiz tomonidan qo'yilgan skidka bor. Shuning uchun tanlov o'zlaringizdan narx-navosini ko'rib turibsizlar, do'konlarni ham solishtirishingiz mumkin, bahosini ham ko'rishingiz mumkin, sovg'amizdan ham qiymatini ko'rishingiz mumkin. Tanlov va Dilli 300'da bo'ladi xudo xolasa. Yo'q, agar menga katta xolodilnik olaman desanglar, bu 2 metrlik xolodilniklardan kerak, vozdушный xolodilnik kerak desanglar, bular ham narx-navolarni chegirma etganmiz. Ishi ko'rib turgan Artel firmaniki. Bilasizlar, Artel brendi qimmat yuradigan bo'ladi, chunki garantiyalari ko'proq bo'ladi. Dual inverterda ishidan 10 yil motor kafolati bor. 9,5-9 million so'mdan hozirgi kunda ham sotilib turgan mahsulot bo'ladi. Dilli 300 sizlere chegirmada qaranglar. O'zi zavoddan ham bizlere hozirda nechadir foiz cashback bonuslari bor. 1 million so'mga yaqin skidka etib berganlar. 9 million so'mlik mahsulotimiz hozirgi kunda 8 million so'mga tushgan. Bu zavod aksiyasi. Endi o'zimiz skidkani qo'yib beraman do'stlar. Do'konimiz nomidan sizlere yana 20% chegirma beraman. Qaranglar, 8 millionda 1 million 600 ming so'm chegirma bo'ladi. Sizlarga xolodilnikingiz narxi 6 million 400 ming so'mga tushib qoladi.
6 milyon 400 bin so'mga vozdушный inverter motor 10 yil kafolatga ega bo'lgan katta bo'yi 2 metrli xodimni xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi faqat Artel'ni narximiz istalgan turdagi brendlaringiz bor. Volna desalarmi, Immermi, Sonarmi, Optimami, yana 5 ta xolodilnikimiz bor. No Frost Story'dan yurtdoshlarimiz uchun tablolari bo'ladi, kafolatlari yozilgan, ushlab sovutadigan vozdушный morozinlik hasta bor. Qaranglar, o'zining narxi 7 million so'm, zavoddan 1 million so'm chegirmada 6 million so'm. Dükkanımızdan ham 1 million so'm skidka etib beraman, 5 million so'mga tushib qolsa. 5 million so'mga vozdушный no frost xolodilnik xarid qilib qolasizlar. Yanında sovg'asini avtomat kirmashin. Bo'ldimi deysizlarmi? Bo'lmadi. Mobilniy konditsioner. Hozir ko'rganingizdek suvda ishlaydigan kattasidan 40 metr 45 metr kvadrat yerimizgacha bo'ladi ondan zo'rindan mobilniy konditsioneri yanında plyusini avtomat kirmashini qo'shib beradi. Yo'q uyimda bu narsalar bor desanglar, xolasangiz 50 dyumdagi televizori, xolasangiz yanında subwooferni kolonkasi mutlaqo tekinga bo'ladi. Yo'q bu narsa men bor dedim bo'lsanglar, 12 lik razmerdagi Chigo brendidan e'tibor etinglar 3,5 million konditsioner bor, 4 million bor, 6 million bor. Chigoni bilgan biladi, 5 million so'mdan qimmat sotiladigan konditsioner bo'ladi. Xolasangiz bir dana konditsioner, xolasangiz televizor kolonkasi, xolasangiz mobilniy konditsionerimiz yanında avtomat kirmashini qo'shib beriladi. Men o'zim bunda 3 narsa oladi dedim, chunki yanında konditsionerni tekinga olib turibsiz, ham avtomat kirmashini bo'lib turibdi. Endi qaraydigan bo'lsak, 5 million so'mga ko'rib turgan sovg'alansan 5 million so'm summa chiqadi. Yana noldan summa kelib chiqdi, yana noldan summa kelib chiqdi. Do'stlar, bu haqiqiy 1+1 aksiyasi degani bo'ladi. Faqatgina 7 kun bo'ladi. 20-iyulgacha bo'lib o'tadi. Bir hafta mobaynida tezroq kelib xarid etib olishingizni so'raydi. Chunki ko'rib tursiz, assortimentimiz katta. Yana Zifler, Seventage, Brando, Goodyear, Hoffman xohlagan turdagi gigant 4 ishli xolodilniklarimiz bor. Bularning narxlari tushganina 9-10 million so'mdan sotilgan xolodilnikimiz 7 million 900 ming so'mga tushgan narxi. Endi misol ibeda bestonlarimiz bor, brandolarimiz bor, xohlagan turdagi xolodilniklarimiz bor. Endi tezroq kelib xarid etib olinglar desak, ko'p odamlar bu narsa qiziq, bu narsa qiziq, tezroq xarid ko'proq olsa, siz ko'rgan modellaringiz tugab qolishi, boshqa bo'lishi mumkin bor. Shuning uchun aksiyani ko'rdingizmi, videoni ko'rdingizmi, shoshilamiz, kelamiz, xarid etamiz. Aytilgan narsa, ko'rgan narsangiz hammasi 100% uyingizga olib borib, chiroyli qilib ustamatkida dastaklar bilan ishlab beriladi. Endi aksiyalarimiz faqat konditsioner xolodilniklar emas, gaz plitalarimizdan bo'lib turibdi. Gaz plitalar katta assortimentda mavjud. Narxini kelgan bo'lsak 1 million 600 ming so'mdan boshlanadi. 8-9 million so'mgacha bo'lgan gaz plitalarimiz bor. Chunki gaz plitalardan bilasizlar 90lik dedi, 60lik dedi, 70lik dedi, hamma turdagi gaz plitalarimiz bor. Yanlışlıkla 1 million 600 dan emas, настольный gazlarimiz ham bor. 1 million so'mdan boshlanadi narxlari. 8 million so'mgacha gaz plitalarimiz bo'ladi. Endi bularni sovg'asini ham olib berasizlar deysizlarmi? Qaranglar. Uyimizda, kuxniyaga kerak bo'ladigan 6 odamlik keramika posida komplekt nabor. Haqiqiy original nemitskiy stil degan zo'rindan bo'ladi. Lok kasasi, choy kasasi, taraksi, tovoq hamma narsasi bo'ladi. Ichida o'sha komplektimiz. Bundan tashqari ayollarimiz yaxshi ko'radigan zo'rindan nodi doshisidan originaldan bagima komplekt nabor. Bu 12 personli bo'ladi. Bu ham 12 personli bo'ladi. İşi ko'rib turgan sovg'alarimiz mutlaqo tekinga faqat obunachilarimiz uchun bo'ladi. 2 million so'mga gaz plitasida 1 million so'mlik sovg'asi yanında tekin bo'ladi. Bundan tashqari sezonli narsalarimizda kullerlarimiz bor, plisoslarimiz bor katta assortimentda, belki bitova texnikalarimiz bor, duxovkalarimiz bor, mikrovlnokkalarimiz bor, polovkanoplarimiz bor. Endi narxlamasini aytib chiqamiz desak, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Bilasizlar, YouTube'da ko'p odam vaqtini o'g'irlab qo'ymoqchi kerak. Shuning uchun aksiyamiz 7 kun bo'lib o'tadi, 20-iyulgacha bo'lib o'tadi. Ko'rgan bo'lsanglar, tezroq kelib xarid qilib olsanglar bo'laveradi. Bir qator avtomatlarni qisqacha aytib o'tamiz. Qaranglar do'stlar, bizda narxnoma degan narsani hozir podarkalarimizni ko'rib turibsizlar. Bu aqlli sig'maydigan podarka. Ko'rib turibsizlar, variantlarni ishlab ko'ramiz. Bir dana avtomat kirmasini xarid qilib olasizlar. Napример, narxini aytib beraman. Fantazi brendimiz 6 kilolik kirmashinamiz, inverter motorlusi 2 million 900 ming so'm. Immer kompaniyasining olgan bo'lsanglar 2 million 100 ming so'm. Boshqa narxini aytdim. Endi sovg'asini aytaman. Ne uchun narxini aytdim?
Görüp turgan sovg'alarimiz avtomatni bahasından ham qimmat bo'lishi mumkin. Bize bu narsani hisob kitob etib, buni ustidan mindirib qo'ymaymiz. Shundan ham bilib olsanglar bo'ladi. Gap qisqasi bizning narximizni solishtirajak bo'lsanglar, Liboy dükkana borsanglar, podarkisi yo'q holatda solishtirib kelsanglar narxini, görüp kelsanglar, shu narxga sovg'asi bilan olib ketasizlar. Ya'ni podarkimizning sovg'asi kirmashinimizning üstüne qo'shilmagan, qo'yilmagan holatda turibdi. Ne için yaptıkma? İşi götüren kondisyonerimiz 1,5 milyon so'm atrofida turadi mahsulot. Kichkinasi bo'lsa ham mobilniy kondisyonerimiz. Uyda götürsiz mikrovolnotkani bahasini bilasizlar. Kamida 1 milyon so'm turadi. Shu yerning o'zi 2,5 milyon so'm bo'ldi. Bu yondagi mahsulotlarimiz bilan 3 milyon so'mdan o'tib ketadi. Yana например misol, shu dazmol bilgan biladi. Agar videomuzda tikuvchilar şimdi ko'proq dazmol bosadan ayollarimiz ko'rib o'tirgan bo'lsa, kommentariyasini yazsınlar. Şu dazmolimiz. Qaranglar, ko'p odam aytadi yana yaqinda bugun o'zida ozonda bir klient keldi. Sovg'asi bilan kirmachi so'radi. Bizlardan sovg'a 4,5 milyon so'm narx aytdik. Kattaroq kirmachi so'radi. 4,5 milyon so'm narx aytdik. Mana dedi sovg'asida aytib bersang, necha so'm oshadi. Sestra bu yerda 3,5 milyon so'mlik sovg'amiz bor dedi. Bu kirmaşın 1 milyon so'm tushib turibdi desa, yo'q men podarkalarni olmayman deb 4 milyona bersa ham men o'zdan olayman dedi. Ne uchun desa, ko'rib yuribman dedi, ko'p odamni dedi podarkaga qo'shilib berilgan narsa sifatsiz ekan, buzilib qoldi. U boshqa do'konlar bilan to'g'ri shunday narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin Deller 300 da hamma og'am podarkasidan ham mamnun, bergan narsamizdan ham, qo'shib bergan podarkamizdan olib Xudoga shukr hech kim jalb etmagan. Shuning uchun aytajakim, şu podarkimizga qo'ygan utkimiz rossiyskiy dazmol bo'ladi. Tikuvchilar ko'p ishlatiladi. Keyinda yana endi postavkilari bo'ladi. Yana bu boshokka suv salondan boshokka asib qo'yiladi. Shuning uchun tikuvchilar narxini biladigan bo'lsa, kommentariya yozib ketinglar. Ya sotib olgan odamlar bo'lsa, bilasizlar 600-700 ming so'm turadigan dazmol sotib olganlar bo'lsa, narxini yozib ketinglar. Oddiy aytajakim, shu mahsulotimiz bir kichkinagina burchakda turibdi. Şimdi belki mahsulotlar bilan hisoblasanglar, bu yerda ancha summadagi mahsulot turibdi. Ya'ni aytajakim 2 milyon 900 ming so'm olasiz, podarka bilan kelsanglar sizlar foydadasizlar. Yo'q, ya'ni podarkasiz qoldiradigan bo'lsanglar, bunda sizlarni foydalanasiz, bizlar o'tib ketgan bo'ladi. Tanlov o'zingizdan degan do'konlar ham solishtiring, narx-navoni biling, oxirida Deller 300 ganing tanlaganingizda xudo xolasa adashmaysiz. Biberimiz şu gördüğünüz avtomat kirmaşini hareket kılasılar. Yanında yine soğuğasına mobilni kondisyonerimiz, bir tane fiyini, avtomat şuabrası, kazanlar toplamı, mikrovolnotkamiz, makiton aborumuz, zorundan blenderimiz, iyi tikuvchilar ishlatadigan og'ir dazmolimiz. Şu komplektimiz bir tane avtomat kirmaşini evaziga bo'ladi. Yo'q, bir narsani uyda bor deysizlarmi? Evda ikkinchisi. Duxovka pechkamiz, endi to'ychilarimiz bo'lib qoladi, sepchilar bo'lib qoladi. Duxovka pechkamiz, termoxoti, pilisosi gerekmişlar to'ychiga kerak. Bari sotib olsangiz kerak. Shu mahsulotlarimiz mont qozoni, parovoy dazmoli, bom katta, vishilkisi o'zida qo'lliqlargacha bo'ladi. Bosib ishlataverasiz. Like bosib, kommentariy yozib qo'yasiz. Shu ko'rib turgan sushilkamiz, shu ko'rib turgan gradin doskamiz içinde qo'shib mutlaka tekinga ver. Bundan tashqari avtomobil uchun biletlarimiz beriladi. 15 kundan keyin damas tutib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Agarda bizlarda televizor xarid qolaman desanglar, televizorlarimiz razmerlari ko'p, hamma kattadan boshlaydi, biz kichkinadan boshlaydi. Chunki bizlarda kichkina televizor olsangiz ham podarka bor. Bizlarda narx-navosi, summasi to'g'ri kelishi, foyda katta qolish shart emas. Bizlere televizor satıp klientlerimize ko'nglini asarak xursand etsak bo'ldi. Bahana gerek podarka berish uchun. Qaranglar, 1 milyon 200 olasizlarmi, 1,5 milyon olasizlarmi, 2 milyon olasizlarmi, farqi yo'q. Necha so'm summadagi televizor olsanglar, pulingiz, televizoringiz o'zingiz bilan ketadi. 2 milyona 2 milyon layık narsa olasizlar, 1 milyona 1 milyon layık narsa olasizlar. Bizlar beri do'stlar, narsamiz. Uyda ko'rib turgan subwoofer kolonkasi, Makita nabori, bir dana feni. İşi görüp duran mahsulotimiz 32'lik televizor uchun beriladi. Agarda 43 razmerdagi katta televizor olaman desanglar, katta televizordan narxi kichkina bilan bir xil bo'lib qolgan. 2 milyon so'mdan boshlanadi. 2,5 milyon, 2 milyon 800, 3 milyon, 3,5, 3 milyon 800 har xil turlari bor. Kattaroq televizor olaman desanglar, kattaroq kolonkasi, kattasidan 10 kiloluk degan
Kupmara kazanı ko'p odam so'raydi bizlardan. Ayollarimiz biladi bu narsani. 10 kiloluk kupmara kazan litrda 13 litr oladi. Kattasidan kazanımız, mant kazanımız, bıçak nabor, kepkir nabor komplektimiz, kuxinniy kombayni, parovoy generatori, hushtak choyniki, anteni, kranshteri, bileti, xullas hamma narsasi ichida bo'ladi. 2 million olasiz, 2,5 million olasiz, shunday ko'rib turgan sovg'amiz 42 televizor uchun qo'shib beriladi. 50lik, 55lik, 65lik katta televizor olaman deysizlarmi? Hammaning uyida endi qarg'alarimiz, ota-onalarimiz va boshqa va yoshlar ham kerak bo'ladigan narsa bu oyoq massaj apparatimiz bo'ladi. Bilasizlar, bu mahsulotimiz sanatoriyalarda ko'p, shifo maskanlarida ko'p bo'ladi. Bu narsani uyingizda bo'lsin degan holatda ikkak qo'yganmiz. Sotib olsangiz qimmat bo'ladigan mahsulot. Shu oyoq massaj apparatimiz endi bizlarga televizorlarga qo'shib beriladi. Bu g'ani o'zi emas, yanında pilisosi, termoxoti, kuxinniy kombayni, hushtak choyniki, kastrol nabori, grafin nabori, bir dana feni, anteni, kranshteri, dastakchisi, ustanovkisi, mashina uchun biletlar mutlaqo tekinga bor. Endi shuncha narsa aytib tashladim. Televizorim chizim desanglar 3 million 500 ming so'm televizor. 50 lik televizor 3,5 million so'm, 4 million so'm, 4,5 million so'm, 3,5 million so'mdan boshlanadi. Ishi ko'rib turgan shuncha sovg'angiz tekinga bor. Yo'q, bu komplektga bor deysizlarmi? Yanında mobilni konditsionerimiz, subwoofer kolonkasi, kattasidan bolajonlar uchun basseyni, so'kajmankisi, kastrolni nabori, pichoq komplekt nabori. Shu komplektimiz ham tekinga sovg'aga qo'shib beriladi. Xalang 50 lik oling, xalang 55 lik, xalang 65 lik istalgan variantda olsanglar, shu variantimizda xohlagan bir sovg'angizga qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xullas, yine aksiyalarimiz bilan bir qator tanishtirdik. 7 kun bo'lib o'tadi. 20-iyulgacha bo'ladi. Bemalol geri xarid qilsanglar bo'laveradi. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l buyum bozorining yon tarafida joylashgan Diller 300 premium do'konimiz bo'ladi. Bilasizlar, Diller 300 ning filiallari ko'p bo'ladi. Bu filialimiz shu To'rtko'l buyum bozori, Urganch taraf, Beruniy taraf, Navoiy tarafdan keladi. Bozorning yan tarafida bozorda hatto'rida Sharq market, Sharq marketlarida premium do'konimiz bo'ladi. Yan tarafda Qo'qoris, Sho'roxon, Miskin tarafdan keladi yurtdoshlar uchun Ulug'bog' svetofordan o'tasiz. 50 metrdan keyin o'ng qo'lingizda Diller 300 premium do'konimiz bor. Lokatsiya ina bayroqlarimiz chiqdi. Sizni kutib turgan Cobalt avtomobilimiz ham tayyor bo'libdi. Shu Cobaltni ina niyat etib like bosing, kommentariy yozinglar. Do'konimizga xudo xolasa kelaverasizlar. Mana bu kommentariy showimizdan g'oliblarini aniqlab o'tamiz. Do'stlar, videomizni uzmasdan bir chetdan ko'rsatib turibmiz. Qaranglar, o'tgan safar videomizga bundan 2 hafta, 15 kun burun qo'yilgan ekan. 18 ming kommentariy yozilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir marta hammaga rahmat aytamiz. Shuning uchun kommentariy showimiz ko'p bo'lgani uchun ketma-ketlikni aniqlaymiz. Birinchi blenderni aniqlaymiz, avtomat shvorni aniqlaymiz, keyin gravniy prizimiz, qo'l avtomat kirmashinamizni aniqlab beramiz. Xudo xolasa esa boshladik. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Bir akkaunt egasi 2 marta o'tmaydi. Nurmuhammad Arazimbetov degan yurtdoshimiz ekan, 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. Shu blenderimiz g'olibi bo'ldingiz. Bemalol ertangizda akkauntingizni shuni ko'rsatsangiz ketishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi sovg'amiz pol avtomat shvabra bo'ladi. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Bahromov Bahodir degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz bu yurtdoshimizdan. Pol avtomat shvabramiz g'olibi bo'ldilar. Xudo xolasa pol avtomatimiz, do'stlar, kommentariyamizni ko'p ko'rib tursizlar. 10 marta sanayman. 10 marta sanandan keyin sharimizni aytib to'xtatamiz. Esa boshladik. 1 2 3 Tamam, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diller 300 halollik foydadan ustundir.
Dilnoza Nurmetova degan yurtdoshimiz gap yo'q deb ko'p yozgan ekanlar. 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Tabrikimiz. Yushu pul avtomatimiz, detski pul avtomatimiz g'olib bo'ldilar. Bemalol ertangi o'zida akkauntlarni ko'rsatib ketishlari mumkin bo'ladi. Utkanlari kattasidan rahmat aytamiz. Sovg'alar bilan yana bir bor tabriklaymiz. Shu videomizdan ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, like bosasiz, chiroyli kommentariy yozasiz. Sizga sovg'asini zo'rindan, yaxshisidan, yana Asadbek ukam taxlab qo'ygan ekan. Zo'rindan, yaxshisidan bir dana sambufer kolonkasi, yanında qozonlar to'plami ZT naborimiz, undan tashqari saqlar to'plami, ishi ko'rib turgan 1 2 3 bo'ldimi deysizlar, bo'lmadi. 2 dana ventilyator ham etganlar. Yozda chilla aksiyasida, chillada sezonunda sizlarga sezonniy sovg'a beramiz dedik. Va'damizni ustidan chiqamiz. Hem bu aksiyamiz ishtirokli aksiya dedik. Yine ishtirokini sizlarga yana yanında doполнительный. Xullas do'stlar, ishi ko'rib turgan hamma sovg'amiz mutlaka tekinga kommentariy sho'g'ib bo'ladi. Like bosing, kommentariy yozing. Qancha ko'p kommentariy yozsa, shunchalik o'tish imkoniyatingiz ko'payib boraveradi. Yaqinlarga yuboring, do'stlarga yuborib qo'yasizlar. Sizlar orqali boshqa birovlarni utib olishlari mumkin bo'ladi. Birdan akkaunt egasi ham g'olib bo'lishi mumkin. Xullas aksiyamiz 7 kun bo'lib o'tadi. 20-iyulgacha bemalol kelib xarid qolaverasizlar. Dillar uchun halollik foydadan ustun. Hammangiz dukanimizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yetkazgan vaqtingizda rozi bo'ling.